Abdullah ibn Muborak rahimahulloh esa dinning deyarli 3dan 2 qismi odobdir deyaptilar. Ammo afsuslar bo'lsinki, so'nggi paytlarda odob axloq bizdan ko'tarilib ketdi do'stlar. Odob axloqlarni unutib qo'ydik. Faqat tashqi ko'rinishga e'tibor qilib, asosan xulq unutilyapti. Holbuki payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam nima degan edilar? Innalloha la yanzuru ila suwarikum va amwalikum, walakin yanzuru ila qulubikum va a'malikum. Alloh taolo siz suratingizga, sizning mol dunyongizga qaramaydi. Ularni Allohning huzurida e'tibori yo'q. Pashana qanotchi ham. Alloh taolo sizning qalbingizga va amalingizga qaraydi. Eng muhim. Qachonki amal joyiga tushgandan keyin uning ustiga tashqi ko'rinish yarashadi. Soqol albatta ayol kishining yuzidan soqol chiqmaydi. Erkak kishining yuzidan soqol chiqadi. Butun dunyo qayerda ketyapti? Biz hali ham soqol masalasidan chiqib keta olmayapmiz. Hamma shu soqolda atrofida avora. Nima uchun shu soqol haqida bu qadar noto'g'ri tushunchalarga yo'l ochib berilyapti? Soqol qo'yib, soqolga muvofiq xulqini ko'rsatilmaganlar ham bunga sabab bo'lgani uchun. Soqol yarashadi, soqolga yarasha axloq bo'lgan kishiga. Endi tashqaridagilarga yoki tashqaridagi tushunchaga odamlarga bu narsalar darrov ta'sir qiladi. Masalan, hajga borib kelgan odam bir ish qilib yursa, u odam bilan ishi yo'q, mana deb hamma hajga baho beradi. Soqol qo'ygan odam, soqol qo'ygan yigit masalan nomuvofiq ish qilib yursa, u yigitni o'zidan hech kim ishi bo'lmaydi. Mana soqol qo'yganlar nima bo'ladi deb hamma shunday tushunadi odat johil kishilar. Shuning uchun musulmon kishi ziyrak bo'lishi, daqiq bo'lishi, farosatlik bo'lishi, qadamini o'ylab bosishi kerakki, u orqali, u sabab bo'lib dinga baho berib qo'yilmasin. Dinning shiorlariga ta'na toshi otilmasin. Albatta shunaqa sabab bo'ldiki, masalan, soqol qo'yapti, namoz o'qimaydi, soqol qo'yapti, ko'chada pivo ichib yursa yoki boshqa narsa, sigaret chakib yursa, hamma shunday o'ylaydi. Ularning kasriga to'g'ri soqol qo'yganlar ham qolib ketadi. Haligi nokaz hojilar kasriga to'g'ri hojilar qolgandek.